Az önce Türkiye'den geldim. Şimdi de arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Kanmam başka suratlara, varsan sen yanımda yeter. Dudakların ilaç bana, yaklaşsana yanıma. Bana bir kahve ver. Bahara seninle, çimenler kaplı zeminde. Teşekkürler. Kırmızı göl bahçelerinde, kalbimin en derininde. Merhaba. Nasılsınız? Çalışmaların nasıl gidiyor? Yaxshimisan Gulshoda, nima deganing bu? Ha, rostdan deganajon, nima degani bu? Gapingga tushunmadik. Hay arkadaşlar, anlamıyorsunuz. Türkiye'de böyle konuşuyoruz. Biraz modern buluyorum. Bekar Türkçe gapirdim. Bular Türkçe tushunmaydilar-ku. O'qish vaqti ham bo'lib qoldi. O'qishga kelsak yaxshi bo'ladi. Hop, ketdik unda. Только что закончилась пара. Я 5 minut qilsam, meni boramayman. Только что закончилась пара. Я 5 minut qilsam, meni boramayman. Ha, deganajon, ko'p tillarni bilgan yaxshi, ammo o'z ona tilimizda gapirganimiz undan-da yaxshi-da. Axir ona tili millatning ruhi, yuragining ovozi-ku. Nega men shu ovozni unutmoqchi bo'ldim? Bundan chin dildan afsusdaman. Bundan so'ng ona tilimni har lahza ardog'layman. Voy, deganajon, nima haqida o'ylayapsan? Voy, o'zbek tilining izohli lug'ati-ku. Ona tilimiz bizni dunyoga tanitgan til. Biz undan uyalishimiz, sotishimiz emas, uni rivojlantirishimiz kerak. Zero til millat ko'zgusi. Tushunding-a? Ha deganajon, endi tushunib yetdim. Bu holat juda xunuk ko'rinar ekan. O'z ona tilimizni yo'qotish, o'zligimizni yo'qotish bilan barobar ekan. Dil millatning yuragi, ruhi va iftixoridir. O'z tilimizni ardoqlaylik, unda fikrlaylik, unda orzu qilaylik. Chunki til abadiylikning kalitidir. Tilim yuragimning ovozi. Undan uyalma, undan faxrlan.